Zo'rmart do'koni sityevoy do'kon hisoblanadi. Biz ularga yana ikkita kassa o'rnatib berdik. Ko'pchilikda savol chiqadi, tovar kiritish programmaga juda ham qiyin. Yo'q, unaqa narsa emas. Bugungi kunda biz sizga Zo'rmart do'konini tovarovedini qilib tovar qo'shganligini va kassirlar qanday ishlashini so'rab ko'ramiz. Qanaqa Mahmudjon aka, tovar kiritish qiyinmi, osonmi programmaga, registga? Tovarlarni kiritish juda ham oson. Baza bor, baza orqali kiritsa bo'ladi. Bazada o'zi har bir tovar shakllangan bo'ladi, o'sha orqali kiritsa ham bo'ladi. Masalan, prihod qilinmay qolib ketgan bo'lsa, u menusiga kirib boradi, o'shandan to'g'rilab prihod qilib olsa ham bo'ladi. Programmada ishlashi shu regis sistemamizda qanchada o'rgandingiz? Qancha vaqt o'tdi? Buni 3 kun ichida o'rganib bo'ldim. Polностью ma'lumotga ega bo'ldingiz. Atak ishlash oson. Misol boshqa kassir keladigan bo'lsa, smena alishasiz-ku, tez o'rganib oladimi? Ha, tez o'rganib oladi. Bo'ldi. Tushunarli, rahmat kattakon. Bunaqa qiyinchiligi yo'q ekan. Bo'ldi. Ikkinchi yana bitta savol, накопительный karta klientlarga ochib berasizlar. Klient qiziqyaptimi накопительный kartaga? Ko'p klientlar qiziqyapti bu narsaga. Bu narsaga qiziqishligi katta bo'lgani uchun ham ko'p kirishyapti, tez kirishyapti. Tushunarli. O'zi qancha foiz cashback beriladi? 1%. 1%. Yaxshi. Bayramlarda, tug'ilgan kunlarda 5% cashback beriladi. Yana ham keladi do'konga. Yana ham qiziqishyapti klientlar bu narsaga. Hozir Telegram botda ham polni obzor qilib beramiz. Qanaqa holatda ishlaydi накопительный karta. Zo'rmart do'koniga biz elektronniy накопительный sistema ham qilib berganmiz. Telegram bot orqali kelayotgan klient do'konga sразу avtomatik o'zi Telegramga kirib, o'ziga 2 minutda ichida накопительный karta ocha oladi. Hech qanaqa bosh og'rig'isiz. Sразу bu klient накопительный karta ochgan bo'lsa, sizni kompyuteringizga bazaga tushadi va sizlarda klientskiy baza paydo bo'ladi. Siz klientlarga tug'ilgan kuniga tabrik jo'natishingiz mumkin. Ketmayotgan tovarlaringizni reklama qilishingiz mumkin. Bu juda ham katta marketingiy xod hisoblanadi. Agar sizni do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz do'koningizga ham накопительный kartani ulab qo'ying. Zo'rmart do'koni 24/7 ga ishlaydi. Xuddi bizning programmamizdek. Bizning programmamiz ham sizni do'koningizda 24/7 ishlab berishi mumkin. Hech qanaqa muammosiz. Agar siz kichkina do'kon ochayotgan bo'lsangiz yoki katta gipermarket ochadigan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga Regos sistemani o'rnatib beramiz. Sizlarning do'koningizda 24/7 ishlab beradi.